Kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish 2026 yil uchun eng ustuvor yo'nalishdir. Prezidentimizning Oliy Majlisga va ko'p millatli xalqimizga murojaatnomasida ta'kidlangan ushbu vazifa ijrosi albatta ilk bosqichda yoshlarga to'g'ri ta'lim-tarbiya berish bilan bog'liq. Shunga mos ravishda Buxoroda innovatsion maktabgacha ta'lim tashkiloti ish boshladi. Hozirgi vaqtda yangi texnologiyalar, raqamlashtirish va sun'iy intellekt ta'sirida dunyoda ish o'rinlarining soni, shakli va mazmuni keskin o'zgarmoqda. Dunyo tajribasiga tayanib aytadigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarda bu jarayon maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlab o'rgatiladi. Shunga mos ravishda Buxoro shahrida 60 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z faoliyatini boshladi. E'tiborli jihati shundaki, mazkur muassasa O'zbekistondagi ilk innovatsion bolalar bog'chasi sifatida zamonaviy ta'lim yondashuvlari asosida tashkil etilgan. Maskanda tarbiyalanuvchilar maxsus ishlab chiqilgan mualliflik rivojlantirish dasturi asosida ta'lim oladi. Ushbu dastur bolalarning intellektual, ijodiy hamda jismoniy salohiyatini uyg'un rivojlantirishga qaratilgan. Ta'lim jarayonida chizish, o'qish va sanash, kuylash va ijodiy mashg'ulotlar, ingliz tili, mantiq va tafakkurni rivojlantirish, ertak terapiya, ijodiy ustaxona, robototexnika va STEM ta'limi bo'yicha 20 nafar malakali mutaxassislar jalb qilingan. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, innovatsion yondashuv va malakali pedagoglar jamoasiga tayangan holda faoliyat olib boradigan tashkilot yosh avlodni kelajakka tayyorlash yo'lida muhim qadam sifatida e'tirof etilmoqda. Bizni bog'chamizni innovatsion tomoni shundaki, bizni bog'chamizda 11 ta fandan bolalarga dars o'tiladi. Albatta ta'lim jarayoni bolalarning yoshiga mos, bosqichma-bosqich va psixologik jihatdan bolalarga to'g'ri keladigan metodika bilan tashkil qilingan. Bizning asosiy natijamiz maktabga tayyor, fikrlay oladigan, texnologiyadan qo'rqmaydigan, balkim ularni yarata oladigan yoki yaratishga qiziqadigan bolalarni tarbiyalashdir. Endilikda viloyatning barcha shahar va tumanlarida xuddi shunday innovatsion maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish rejalashtirilgan bo'lib, bu ta'lim sifati va qamrovini yanada oshirishga xizmat qiladi. Dasturimizni xorij